Tushda shprist, inyeksiya ignasini ko'rishning ta'birlari. Tushda shprist ko'rish odatda tashqi aralashuv, sog'liq, ehtiyotkorlik yoki ogohlantirish belgisi bo'lishi mumkin. Bu tush ruhiy yoki jismoniy hayotingizda nimadir sizga ta'sir qilayotganini bildiradi. Agar tushda sizga shprist bilan ukol qilayotgan bo'lsa, bu sog'liqqa oid masalalarga e'tibor qaratish kerakligini bildiradi. Ba'zan bu davolanish yoki yordam olishga tayyorgarlikni ko'rsatadi. Ushbu tush sizga kimningdir maslahatini yoki ta'sirini qabul qilishga majburligingizni anglatadi. Siz o'zingizga birov ukol qilayotgan bo'lsangiz, siz boshqalarga yordam bermoqchisiz yoki ularning hayotiga aralashmoqdasiz. Bu ba'zida majburiy maslahat yoki o'zingizni muhim his qilish istagini bildiradi. Tushda shpristdan qo'rqish. Agar tushda siz shpristdan yoki ukoldan qo'rqayotgan bo'lsangiz, hayotingizda qiyin qarorlar yoki tashqi bosimlardan cho'chiyotganingizni bildiradi. Bu hissiy zo'riqish yoki o'zgarishlardan qo'rqish ishorasi. Tushingizda sog'ligingiz yomon bo'lsa va ko'p tibbiy tekshiruvlardan o'tayotgan bo'lsangiz, bu tush oddiygina tana xotirasi, fiziologik holat bo'lishi mumkin. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.